Avvalo assalomu alaykum aziz muxlislar, hurmatli olotliklar, xush kelibsizlar. Bugun mana shunday olotimizni go'zal go'shangalarda, chiroyli bog'larda bugun ajoyib suhbatda birga bo'lamiz. Bugungi mehmonimiz San'atjon Sattor bo'ladilar. San'atbek, xush kelibsiz bugungi oqshomimizga. Qanday qilib siz bu sohalarga kirib keldingiz? Hayot faoliyatingiz haqida bir qisqacha bir to'xtalib o'tsangiz marhamat. San'atbek, xush kelibsiz bugungi oqshomimizga. Qanday qilib siz bu sohalarga kirib keldingiz? Hayot faoliyatingiz haqida bir qisqacha bir to'xtalib o'tsangiz marhamat. Shu qiziqishimiz bilan mana shu Og'abek ustoning qo'shiqlariga havas qilib, shu yo'nalishda aytib, mana o'zimizga avtorskiy qo'shiqlarimizni ham chiqarib va harakat qilganimiz uchun mana mevasini ko'ryapmiz-da. Xudo xolasa yana bundan keyin ham avtorskiy qo'shiqlarimiz bor, kliplarni chiqarish niyatimiz ham bor. Shu xalqimiz uchun har doim xizmatda bo'lamiz biz. Avtorskiy qo'shiqlar bor dedingiz, a? Misol uchun qanaqa qo'shiqlar chiqardingiz hozirgi kunga qadar? Hozirgi kunda shu ona haqida chiqardik, keyin Olarjon degan qo'shig'imiz bor. Shu Armoli sevgim degan qo'shiqlarimiz bor. Mana shularni chiqarib, shu xalqimizga taqdim etdik. Mana shu Armoli sevgimning klipini ham chiqarib, shu klip dasturlarimizni ham YouTube'ga joylashtirdik. Mana akamiz, Altor akamiz joylashtirib chiqarib qilib berdi. Yana kliplarimiz ko'p. Shu ustida ishlayotimiz, mana aziz akalarimiz bilan hammasi bilan ishlab shuni chiroyli qilyapmiz. Kelinglar unda aziz muxlislar, bugun mana shu avtorskiy qo'shiqlardan bittagina parchani eshitamizda, undan keyin suhbatimizni davom qildiramiz. Armonli sevgim ketdingiz siz, qoldim dunyoda yolg'iz sensiz. Chidayol meni qilay endi, ichimdagi dardlarim cheksiz. Armonli sevgim ketdingiz siz, qoldim dunyoda yolg'iz sensiz. Chidayol meni qilay endi, ichimdagi dardlarim cheksiz. Ko'ksimni tilding xanjar bo'lib, bag'rim yondirding gulxan bo'lib. Yashashor deb sendan kechib, qiynoqlardaman qonlar yutib. Ko'ksimni tilding xanjar bo'lib, bag'rim yondirding gulxan bo'lib. Yashashor deb sendan kechib, qiynoqlardaman qonlar yutib. Armonli sevgim ketding, bag'ri dilimni vayron etding. Ishongandim senga yorim, meni sevgimdan judo etding. Sog'indim vaslingni qaron, kunlar ham o'tmas sensiz ishon. Ishqning dardi munchalar yomon, yurakda armon qoldi armon. Ko'ksimni tilding xanjar bo'lib, bag'rim yondirding gulxan bo'lib. Yashashor deb sendan kechib, qiynoqlardaman qonlar yutib.
ko'ksimni tilding qancha bo'lib, bag'rim yondirding gulxan bo'lib, yashash og'ir deb sendan kechib, qiynoqlar damon qonlar yutib, armonli sevgim ketdingiz siz, qoldim dunyoda yolg'iz sensiz, chidayol meni qilay endi, ichimdagi dardlarim cheksiz, armonli sevgim ketdingiz siz, qoldim dunyoda yolg'iz sensiz, chidayol meni qilay endi, ichimdagi dardlarim cheksiz, armonli sevgim. Mana shu san'at yo'nalishiga kirishingizda nimalar turtki bo'ldi va nima qiyinchiliklarga duch keldingiz, shu haqda ham bir qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Shu san'at yo'nalishida shu nima desam bo'ladi? Shu turtki bo'lmadi, ozmoz shu sal qiynaldik, shu qo'shiqlar masalasida qiynaldik-da. Lekin bu ham mana o'z yo'liga tushib ketdi. Menda davlat ishida ishlagandan keyin ikkoviga ulgurish qiyin-da. Shu uchun ikkovini ham bir ritmda olib borib, Xudoga qatla shukr, muxlislarimizga ega bo'ldik. Hozir kunda siz yoningizdagi faoliyat ko'rsatayotgan ijodkorlar haqida ham bir qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Hozir yonimizda shu ijodkorlardan shu Aziz akamiz mana shu nima desam, eng professional shu cholg'uvchilardan biri, shuning maslahatlarini olib mana shu yo'nalishni ham mana tanladik. Shu akamizga ham rahmat, shu ijodlarga omad tilaymiz. Ana endi bugungi mana shunday maroqli suhbatimizni tinglayotgan muxlislaringizga qisqacha tilaklaringizni eshitsak. Shu muxlislarimiz shu kunda yozadi, shu Instagramdan shu qachon bo'ladi shu efiriz, qachon bo'ladi, mana klip chiqarsak ham shu qachon bo'ladi, yo aldadingiz deydi-da. Buni aldangani yo'q, mana bo'libdi. Xudo xohlasa shu Artur akamiz mana tashlaydi, YouTube, Instagram, TikTok yozdik. Shu muxlislarimizga ham ijodlarga omad. Shu bizlar kunda kuzatib olsin, shu muxlislarimiz ko'paysin. Yashang. Ana endi mana shu muxlislar uchun yana bitta chiroyli qo'shiqlaringizdan tinglab qolamiz. Sho'x o'ynar edim, sen bilan qirg'oqda men. Sho'x o'ynar edim, sen bilan qirg'oqda men. Endi qo'msab izlaringni, xolma-xol yurmoqda men. Qo'msab izlaringni, xolma-xol yurmoqda men. Qayerga ketib deb so'rar ko'p, suv bo'yi qirg'oqqa bosh. Qayerga ketib deb so'rar ko'p, suv bo'yi qirg'oqqa bosh. Bir og'iz gap ayta olmay, lol bo'lib turmoqda men. Bir og'iz gap ayta olmay, lol bo'lib turmoqda men.
bilan kunduzi qirg'oqda uyg'on tunlari charvoqda men kunduzi qirg'oqda uyg'on kunduzi charvoqda men Sen dilimda yongan o'tga qancha suv sepgan bilan Sen dilimda yongan o'tga qancha suv sepgan bilan ko'p avaylab o'chgan o'tni qaytadan yoqmoqda men ko'p avaylab o'chgan o'tni qaytadan yoqmoqda men sho'x o'ynar edim sen bilan qirg'oqda men sho'x o'ynar edim sen bilan qirg'oqda men endi qumsab izlaringni holma-hol yurmoqda men endi qumsab izlaringni holma-hol yurmoqda men qaytadan yoqmoqda men qaytadan yoqmoqda men